biror marta yolg'on gapirmasdan har doim haqiqat topib chiqqanman. Odamlarni aldama. Kosmetika seniki emas. U ham seniki emas. Kursda aldab sotma. Men o'zimdan o'zim chiqib gapirmayman. U menga yoqmayotgani uchun, ili bo'lmasam biror narsa bo'lgani uchun gapirib chiqmayman. Odamlar menga yozadi, iltimos opa pulimizni qaytarib bersin. Yo bo'lmasa kosmetika firmaning nachalnigi yozadi. Shunaqa bo'ldi, bizni kidayt qildi deb. Bu bosimga kirmaydi-yu, nimaga shu poddeshka qilib kommentariy yozyapsizlar? Men tushunmayapman. Men nima qilib bosim qilib qo'yibman? Orientatsiyasimi? O'zbekiston Respublikasida besoqolbozlikka jazo bor. Nimaga bizda besoqolbozlikka ular bemalol televideniyalarda yurishadi-da? Biz yashirinib davlatimizga bora olmasdan dashi qabristonga ham o'ylab boraman. Bizda qalar dashi o'ylab boramiz. Qabristonga, onamni qabriga ham o'ylab boraman. Propaganda bo'lib qolmasin. Birov yana o'ylamasin. Voy tavba. O'zimni vatanimga 24 yildan beri bormayman. Nimaga bularga hamma yo'q, razrishinada biz bora olmay yuramiz? Betiga aytsang orientatsiyasini bosim o'tkazyapti. Уважаемый Mirziyoyev yordam bering deb chiqadi. Nima qonga, kunlarga qoldik. Men gapirganim kosmetikani aldab chiqqani, xalqni aldagani, boshqa narsalarni gapirib chiqaman. Между прочим, kechagi videoga ham o'tib ketay, gapim bilan gapirib o'tib ketay. O'tmishda bo'lgan narsa o'tmishda qolsin. Iltimos deyishgan uchun men gapirmasdan xo'p deb udalit qilib yubordim videolarda. Hozir farzandlari bor, yaxshi ayol bo'lgan hozir. O'tmishdagi o'tmishda qolsin degan uchun gapirmay chiqdim. Hozir Jasmina yolg'onchi bo'lib qoldi. Mana shu gapni birov bo'xton ekan deb chiqardinglar videoni. Mayli o'lib ketsin dedim. Mayli o'lib ketsin, 3 ta farzandi bor, eri bor, turmushga chiqqan. Mayli tinchib ketsin, qozon yopiqligicha qolaversin deb rozi bo'ldim. Mayli, olmani anor deymiz bo'pti deb. Nimaga bunaqa bo'lyapti, men tushunmayapman. Men nima qilib bosim o'tkazib qo'yibman bu bolaga? Onamni haqqi hurmati. Meni hech kimim yo'q. Meni orqamdan turib beradigan hech kimim yo'q. Qarindoshim yo'q, urug'im yo'q, opam yo'q, dadam yo'q. Lekin biror marta borib O'zbekistonga yotib olayotganim yo'q-ku. Menga o'xshab olinglar demayapman-ku. Nabrot hammaga aytayapman. Menga o'xshamanglar. Bu hayot manaqa qiyinchilikda uyingizga ham kela olmaysiz, o'likka ham kela olmaysiz deb gapirib chiqib, nima qilib men bunga bosim o'tkazyapman ekan? Xalqni aldamasin bo'ldi. Mana aldamasin. Men aytayapman-ku, aldama xalqni deb gapirib chiqyapman har doim. Haqiqat yo'q ekan, har bitta haqiqatni gapirib chiqqanda qamoqorsa qachon tong otadi. Buni bosim deb hisoblaydigan bo'lsanglar, mayli qamab qo'yinglar. Mayli O'zbekistonga chaqirib, mayli qo'limga narushnik taqib ketib, qamab qo'yinglar. Kimdir gapirish kerak-ku. Xalq iltimos qilyapti, gapirib chiqing. Yordam bering menga. Kursiga pul to'ladim, birorta kursidan hech bola olmadim. Kimga obratsiya qilaylik deb. Men nima qilishim kerak? Nima qilib men bosim o'tkazyapman? Men tushunmayapman. Meni bosim o'tkazayotganim, meni rost gapirib chiqqanim, galasovoylarni qo'yganim, paslayt qilib pulini so'rab yozsa, paslayt qilayotganlari bosim o'tkazayotganga bo'ladimi? Men hayron qolaman shu O'zbekistonda налоговыйsiga. Nimaga shu blogerlardan nalog olib qiynlangan oilalarga tarqatib bermaysizlar? Bitta reklama qo'yadi, $1000 ga, $35,000 kontrakt qilibdi, kelinglar, mana bu magali qilmaylik, shunday og'zaki qilaylik, men nalog to'lab o'tirmay deydi-da, hech kim hech yoqqa qaramaydi. Agar birortasi ko'tini ochib chiqsa, 02 qiladi, qamalib ketadi. Nimaga shunaqa? Qayoqqa qarayapti налоговый? Gaplarimga javob berish kerak bo'lsa, любой joyda javob beraman. Lekin detskiy sat qilib, hali rahmini keltirib meni xalqqa yomon ko'rsatib, bosim 1,5 yildan beri bosim o'tkazib kelyapti. Nima qilib men bosim o'tkazdim senga? Nima qilib? Seni ham, meni ham orientatsiyam bir xil. Bundan hech yoqqa qochib qutula olmaysan, faktlar bilan gapirib berganman. Bu bosimga kirmaydi. Va-первых, va-вторых, bizni davlatimizda besoqolbozlikka qonun bo'yicha jazo bor. Sen propaganda qilyapsan u yerda. Hamma geylar bilan to'planib olib, telefoninglarni o'chiringlar. Mana bo'pti, qonun bo'yicha gaplashsanglar, nimaga gey chatlarni yopib tashlamayapsizlar? Mana gey gruppa bor. Tema Toshkent, tema unaqa, tema bunaqa. Sizlar meni внешностьimga qarab осуждать qilasizlar. Sizlar meni внешностьim sizlarga har doim xalaqit beradi. Lekin bilat bunga rahmi kelib, meni yomon ko'rayotganlarga tan berib yubordim. Judayam so'rab qolardimki, shu blogerlarni налоговый служба kontrolga olib, olayotgan reklamasidan
pul to'lab ketishini, pul to'lab anaqa qilib qo'yishini, protsent to'lashini qilib qo'yishini xohlardim. Mana Rossiyada, Istanbulda hamma yo'qda nalog bor. Nimaga bizni davlatda shu nalogoviy ishlamaskin? Shular bemalol kursini sotib, aylanib dunyo kezib, hamma yo'q qilib yuradi. Biz bedniy xalq, aldanib qolgan xalq, menga chiqsa, men gapirsam bossim 1,5 yildan beri bossim. Hey, haqiqatda har bitta odam gapirib chiqqan bo'lsa, bosim o'tkazaversa, bosim o'tkazayotgan bo'laversa, qachon tong otadi? Iltimos shuni qonun doirasida tekshirib chiqinglar, nalogoviy odamlar. Nimaga qonunan qilmaysizlar shu reklamalarni, qonun ilib qo'ymaysizlar bunday qilib, qator qilib. Sen shu обращение bilan og'zimni yopaman deb o'ylayotgan bo'lsang, любой moment aldab chiqqaningda baribir ham gapirib chiqaman. Aldadingmi xalqni, sraz gapirib chiqaman. Qamasin, og'zimni yopsin, deportatsiya qilib yuborsin. Nima qilgan taqdirda ham aldab chiqqan momentingda mendan голосовой videolarni kut. Hech qachon mendan qutula olmaysan. Men baribir ham gapirib chiqaman. Aldagan paytingda xalqimizni baribir ham gapirib chiqaman. Men transvestit bo'lamanmi? Konchunniy odam bo'lamanmi? Men patriotman.